taqdirlar yoxud paskuda qaynota. Ikkinchi qism. Kelin, nima ovqat boshladingiz? Qo'llarimni o'ynatib dimlama boshladim, adajon. Dimlamaga shuncha go'sht solasizmi, kelin? Hali buni yangi yil kuni ham yeyishimiz kerak. Ovqatga go'sht ham chiqsa bo'ldi. O'zi go'shtsiz ovqat yeyverib, ichim achishib ketdi, vele pas. Sog'lashadim. Ha, adajon. Nima qilyapsiz, kelin poshsha? Doimgidek serial ko'ryapman, adajonim. Bu uyda taqdirlar vaqti televizor ko'riladi. Kelin, otangiz to'kti pulini to'laydimi? Olib keling bu yoqqa. O'rgildim. Siz turkizdan charchab televizor yo'qodim desamda, o'lib ham qolmadi shu sassiq choy. Otajon. Shunaqa mazam bo'lmayapti. O'g'lingizdan so'rasam, adamdan pul oldi dedilar. Doriga pul berib turing, iltimos otajon. Kim aytdi sizga menda pul bor deb, kelin? Bular bo'lmasga dori ichaverasizmi? Bizning uyda faqat komaga tushganda dori olinadi. Yo'q bu. Unda men komaga ketdim. Filmda aktyorlardan Ruslan Baratov, Roziya Bonu Do'stova, dublyajda artistlardan Xonzoda Do'stova, operator Azamat Abdusamadov. Ikkinchi qism tugadi.